Mana bahor ham kirib keldi. Maysalar o'sdi. Am sikkani toqqa chiqqan edim, meni am patrol xodimlari to'sdi. Bilak, pizdishida bir naxoy. Assalomu alaykum, am patrol sizning xizmatingizda. Yuqorida aytganimdek, hali bahor keladi, o'tlar o'sadi. Tog' va dalalariga am sikkani bollar chiqadi. Ketdik am patrol, svejisi issiqqina gumbachaday chiqqan. Pogнали. Ha, endi foydachi, qanib o'tiribsiz. Aka, foydachi. Tish mana tish. Mana tish. Oy, bilak. Manaqa tush. Qanday bu odamlar qo'yit qilaman. Minglab gektar yerlarning ichida bitta neksa ichida faxsh bo'ladiganini topa bilish bu juda ham kuchli qobiliyat. Singilchalik turskichan yechib qo'ygan bilet yolg'ondan ko'ylakchani o'g'latdi. Zaryajini bo'lib turibdi o'ziga rocha. Hozir tushiradi. Mana tish. Ey, sen jalab ayolmaysizmi? Mana. Uni sikay bilan yemron qoziqchani chiqar ekanda chiqarib oldik-ku bilan. Mana sen jalab yelmaysanmi? Klassический такой, блядь, дешевый шмарачani stilchasi, bijuteriyacha, lakcha ko'chgan такая, isqatgina. Ya mayli da shu o'sha isqirchi ham sikishishga haqqi bor-ku, nahotki, блядь. Dunyo shunchalik adolatsiz bo'lsa. Bu akam atvicha aytaman-ku, bu xuddi biladiga yemron qoziqchani ushlab olarga, mana kay deb. Muskilasi bu Surxondaryoda bo'lyapti. Nexia bir legenda. Alshos ko'ramiz. Asli. Bitini mana o'ralma bitini ishlab. Aytmang qani. Ko'ryapsizlar, sразу haligi ko'ylakchani yopyapti, tipa nomahrammi ko'zi tushmasin deb. Просто turskcha yechilib bo'lgan, shuning uchun singilcha xavotir olyapti. Ural so'zi o'zi bir hali vajohatli, bilasizlarmi? Ural aka desa, bilingki hozir nimadir bir yomon ish bo'ladi bor-ku. Tak, Ural aka ushlab oldi. Meni qo'rqitdi-da, Qo'rqitmayman. Iltimos, erim buni qo'rqitdi-da. Yerdan ayrilasan endi, sazlanma. Men qo'rqitdi, Ural aka, iltimos, men qo'rqitdi. Bundan oldin eslaringda bo'lsa ombankcha haqida video qilgandik. O'tirgani chiquvdi, sikib qo'yuvdi dedi. Bu singilcha ham o'tdi, yulatibdi. Erim qo'rqitdi. Biladi. Balki biz bilmaydigandir biz qizlarni aldab emas qo'rqitib sikish kerakdir. Yu desiz, aka keling sikin desa, kerak biladi. Mantiq bu biladi. Voh ulam. Erim qo'rqitdi, shuning uchun siktirib qo'ydim. Qizlar, xohlaysizlarmi men sizlarni qo'rqitaman deb? Deb. O'tilib yotdi borku. Mayli, enangni chaqirdi-da. Marhamat, ena studiyaga. Men borganim yo'q. Yo, men qachon senga bordim? Kecha kechqurun bordingmi? Kecha kechqurun chiqqandim. Biz urushga qarshimiz. Tak, men senga qachon bordim dedi. Ikkita xolacham, hattoki xolachalar o'zi telefonda pismiqchadagi bilan zindachalar bilan. Qo'ying, xolachalar qaranglar, zapal ketdi. Kiyib bor. Otang dapki bezimi tozamasın? Kiyib bor. O'rlaganda Kiyib ol debdi, turskchani kiyib ol deyapti. Keyingisi jamoa oldida. Bu onayning bir orqa fondagi xolachalar qarang. Zigali bozorvoychalarni ham olgan qo'liga bilan. Bepoyon dala. Yana qayerda sikish mumkin bilan. Yalaga faxshga qarshi haliga bratlar qarochi kurashyapti. Xuddi hayotida o'zi bir faxsh ish qilmaganday, hali bechara ushlab olgan. Bu ham yemron qoziqchaday turibdi bilan. Kurtkachani ham hali indizlardan kiyyapti, jigarchasidan. Bu mana boboyga qo'ta ovora bilan. Aslida maniaklar mana bu sikishganlar emas, mana uni oldida yurganlar. Qarang, boboy bu o'zi bilan o'limga 8 qadam qolgan. Chappanchan kiyimi, reis bochaladek qo'ldan orqaga qilib, oyoqcha bilan kiyimlarni haligi yechib, ochib, qiz bolani turskchasini qidiryapti.
Bu yerdan haligi baxtini qidirgan yo'q bu amakicha. Ili qandaydir pul qidirgan yo'q. Shu qiz bolani turskchasini bir ko'rsam deyapti-da. Bu manyak mana u boboycha bo'ladi o'zi aslida. Var kiyimi. Alın sıkaş Bu kiyimni alda tip naryoqqa. Aldı at aldı at. Bir senikimi? Mana kiyim senikimi? Mekanchi tutup. Ko'zlaringga qo'tag'im biladi. Bryuk senigimi yozgi kunida 2 qavat shim kiymasa kerak axi biladi. Singilcha mana o'sha ishtonchasini kiyyapti, lozimchasini. Oyog'i qaranglar, irinkacha pizda. Siga bilay. O'ylamanda shole irinka kiyadigan qizlar ko'rsam. Bu irinkani hali klassik bir haromisi ham bor. Ustida bunday sun'iy haligi mixcha bo'ladi. Yana Louis Vuitton ham bo'ladi. Iltimos qizlar bilay, mana shunaqa kiymanglar. Çiyeç. Mantig'i bir qidirib topaylik-da. Qaysi faxshi ko'rmaylik, kiyim olsa yech deydi. Ha, onangni sikib, mayli sikibdi. Endi yalang'och qilib nima qilasan uni? Sikishib bo'ldi mana. O'zi sikishgani uchun ularni haligi ushlab jazolayapsizlar. Endi yana yechinib turganda, yechinib. Figurasi ham mankida bir chiroyli bir bola bo'lsa mayli edi, bir tappicha oramijan tursa qaranglar. Zindacha bilaydi. Ko'ramiz. Bolani yechintiryapti. Var. Chiyech. Yaxshi gapiring, ko'nmaydi, deymi? Testingga tur chicha. Ay, arma. Onangni sika haromicha. Har bir mahallada mana shunaqa pismi haromicha bor. To'satdan kelib tiqqa urmoqchi bo'ladi, o'zi keyin urishni ham bilmaydi uncha bilaydi. Pismiq udar bo'ldi. Buni haligi udarning nomi Abror Muxtor Ali deydi. Gaplashtiradigan tiqqa uradi-ku. Abror haromini udari. Ko'ramiz dalchi. Bulgar. Orqada qaysidir haromi muzika ham qo'ydi. Distan. Qo'lga tushdi bu pidarazlar. Biladi. Jalka. Hamma joyi to'yda ham bizdan. Majburlab nima qildi? To'yda ham bizni onangiz kelib dalada to'y qiladi dedi. Nima qiladi dedi bular? Yoki qizcha kimgadir unashtirilgan bo'lganmi? Nima deb o'ylaysiz? Azamat? Lekin to'ydan olib chiqib ketgan qiz. Ya onasizga to'yga bunday bormasa kerak o'zi zindacha, irinkacha bilan. Mayli ko'ramiz. Nima qilding? Aylas. Nima qildim? Zo'rlandiring. Bu mana jalabchi ham sразу vrachga gruzit qo'rdi-ku bu bilan. Zo'rladi devordi. Yep, onangni sikib qizlarga ishonch qolmadi. Bir yaxshi sikishotsang, ertasi kun ustingda ariza yozib o'tiradi. Meni gastinitsada jinsiy tajovuz qilib yana nima deyardi, ular eskicha ustimda yozmagan bilay. Zo'ravonlik jinsiy kuch ishlatdim onangni sizga nimadir deydi-da. Brachka gruzit qo'yardi, vishilga elib qo'ydi. Tagdalchi. Irma qo'ychindami? Nima qildim? Naqshiga aytsanmi? Tegma bor, urmayman. Men nima qildim deyapti. Nima qilganingni aytaymi? 3 gacha sanayman. O'zi 3 gacha sanash kinolardan chiqqan. Odamlarning kinosi bo'lardi. Shitayda triyoq. Res. Itoya yo'biyole, zaложникka oladi-ku. 3 gacha sanayman, bo'lmasa o'ldiraman deydi. 3 gacha sanayman deyapti. Ha, urarmikan onlaynimga, ha? Zindachani ko'raylik. Nima bo'yna aka? Ha, o'ynab turibman aka. Ko'rdingmi? O'ynab turibman-ku men. Ha, bo'yniga olib turibman. Inkor ham qilasanmi? Haromi qurvaqada ustida sikib yotganingda ushlab oldi. Qurvaqachalar bilan. Endi qanday bo'yniga olmaysan bilaydi. Ko'rdim deyapti. Bo'ldi, ko'r. Ko'p beraman bu. Ko'rdim deyapti. Bo'ldi. Ah, keyin. Shavon bo'ldi. Ha, binasi. Singlisi. Nada xolacha haligi, no, juguchadek qarg'ab yotdi. O'lib ketdi. No, ladna, bular ish bo'ldi. Endi skere show meni taxminim bo'yicha O'zbekiston Respublikasining
jinoiy kodeks bo'yicha mana bu buvachani sikadi. Videoga olganini sikadi. Videoga tarqatganini sikadi. Tak что davomi mudhish bo'ladi. Agar ushbu videoni o'sha sikishgan haligi yosh ifloslar ko'radigan bo'lsa, kallalaringni ishlatinglar ifloslar. O'zlaringni jabrdiyda qilib ustida ariza yozinglar. Kutlariga sikib yuborasizlar, keyin bu qotaga xo'rochchada yuraverasizlar. Tak что sizlarga baxt, saodat va uzoq umr va boshqa qishloqqa ko'chib ketishlarini tilayman. Bo'lmasa amlaring chiqib ketadi. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Hech qachon dala adirlarda bunday noqonuniy sikishmanglar. Xayr. Yonimda qoldi